Assalomu alaykum. Men Xolbekov Yusufbek, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Barkamol avlod bolalar maktabining robototexnika va konstruktorlik to'garagiga muntazam ravishda qatnashib kelmoqdaman. To'garak mashg'ulotlar davomida men ushbu robotlarni yasaganman va bu robotimning nomi aqlli mashina deb nomlaganman. Bu robotim telefon orqali ulanib, boshqarish xususiyatlariga ega va musiqa aytish xususiyatiga ega. Bu robotim sumo robot. Buni vazifasi raqibini doiradan itarib chiqarish bo'ladi. Bu robotimda ko'plab musobaqalarda g'alaba qozonganman. Bu robotim oxirgi ixtirolarimdan biri. Bunga joystick deb nom qo'yganman. Bu o'zini pult orqali boshqariladi va telefon orqali gaplarni tushunish qobiliyati ham bor. Buni hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir joystickning ovoz bilan boshqarish funksiyalarini ko'rsataman. Salom. Assalomu alaykum. Isming nima? Mening ismim Joystick. Oldi chiroqlarni yoq. Old chiroqlar yon. Musiqa ayt. Texnika konstruktorlik va modellashtirish yo'nalishining iqtidorli bolalar kengashi a'zosiman. Bundan tashqari, Barkamol avlod bolalar festivalining respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni egallaganman va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanganman. Buni ko'rgan tengdoshlarim hozirda to'garakka qiziqishlari ortdi va to'garaklarga qatnashmoqda. Ularga qo'limdan kelgancha yordam beryapman.